Xo'p, 74 birinchi masala. 3 ta DNK fragmentda jami 820 ta nukleotid bor bo'lib, ular quyidagicha joylashgan. Birinchi DNKni birinchi zanjirda adenin, ikkinchi DNKni ikkinchi zanjirda sitozin, uchinchi DNKni ikkinchi zanjirda timin o'zaro 1:3:2 nisbatda. Uchinchi DNKni ikkinchi zanjirdagi adenin, ikkinchi DNKni ikkinchi zanjirda timin va birinchi DNKni birinchi zanjirda timin o'zaro 6:2:3 nisbatda. Xo'p, DNK fragmentlarining uzunliklari o'zaro 9, 15, 17 nisbatda. Ikkinchi DNKni ikkinchi zanjirdagi guanin, birinchi DNKni birinchi zanjirdagi sitozin va uchinchi DNKni ikkinchi zanjirdagi guanin o'zaro 5, 3, 4 nisbatda. Birinchi DNKni birinchi zanjirdagi sitozin, ikkinchi DNKning birinchi zanjirdagi adenin va uchinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi guanin o'zaro 1, 1, 1 nisbatda. Birinchi DNKning birinchi zanjirdagi guanin, ikkinchi DNKning birinchi zanjirdagi timin va uchinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi sitozin o'zaro 2, 3, 4 nisbatda bo'lsa, quyidagilarni aniqlang deyilyapti. Xo'p, endi bizda 3 ta DNK molekulasi bor. Vaqtdan yutish uchun tayyor qilib yozib qo'ydim va birma-bir tushuntirib ketaman. Bu misolda ancha murakkab misol hisoblanadi, chunki 3 ta DNK va uchala DNKni bir-birida zanjirlarini taqqoslab qo'ygan. Aytilgan narsani o'rniga qo'ya olsak, oxirida ko'rasizlar ishlanishida oson misolga o'xshab qoladi, lekin mana shu aytilgan narsani o'rniga qo'yib olish o'zi oz-moz murakkab hisoblanadi. Xo'p, birinchi ahamiyat beradigan narsamiz, ya'ni birinchi ish uzunliklar nisbatidan ketamiz. Ya'ni birinchi ishda qanday ketyapti? Demak, birinchi uzunliklar nisbati, demak 9, 15, 17 dedi uchala DNKda va uchala DNKda aynan bizda bor ekan 820 ta nukleotid. Endi mana shu 820 ta nukleotidimizni demak 3 ta DNKga taqsimlab olishimiz kerak. Demak 9, 15, 17 ni qo'shsam 42 chiqyapti mana. Shu 42 bo'lganda demak 9, 15, 17 dan bo'lgan. 820 ta bo'lganda qancha? Demak, birinchi DNKda 180 ta, ikkinchi DNKda 300 ta, demak uchinchi DNKda 340 ta nukleotid bo'lgan. Deb qo'yib qo'ydim mana har bir DNKga uzunliklari. Xo'p, endi ikkinchi mana bu joydan ketyapmiz. Mana belgilab qo'yaman. Mana ikkinchi ish. Birinchi DNKni birinchi zanjirdagi adenin. Mana birinchi DNKni birinchi zanjirdagi adenin. Birinchi DNKni birinchi zanjirdagi adenin. Ikkinchi DNKni ikkinchi zanjirdagi sitozin. Uchinchi DNKni ikkinchi zanjirdagi timin. Bular o'zaro nisbati 1:3:2 nisbatda. Demak, x, 3x hamda 2x belgilab olyapmiz. Keyingisi mana 3-ish. Uchinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi adenin, ikkinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi timin va birinchi DNKning birinchi zanjirdagi timin o'zaro 6:2:3 nisbatda. Demak, ikkinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi adenin mana. Undan keyingisi ikkinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi timin. Demak, ikkinchi DNK'mizdagi xo'p. Birinchisi uchinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi adenin deyilgan mana. Xo'p, undan keyingisi ikkinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi timin deyilyapti. Ikkinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi timin mana bu. Va birinchi DNKning birinchi zanjirdagi timin. Mana. Ularning nisbatlari demak 6:2:3 nisbatda. O'rniga qo'yamiz. Demak, 6y, 2y va 3y. Keyingisi 4-ish. Ikkinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi guanin, birinchi DNKning birinchi zanjirdagi sitozin va uchinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi guanin. Sariq bilan belgilab qo'yganman. O'rniga qo'yamiz. Demak, ikkinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi guanin. Mana. Birinchi DNKning birinchi zanjirdagi sitozin. Mana. Va uchinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi guanin. Nisbati demak 5:3:4 ekan. O'rniga qo'ydik. Va birinchi DNKni ikkinchi zanjirdagi sitozin dedi. Birinchi DNKni mana ikkinchi zanjirdagi sitozin 2y sababi uni guanin qarshidagi bo'lganligi uchun. Ikkinchi DNKni birinchi zanjirdagi adenin va uchinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi guaninlar. Mana bu ham 2y bo'lgan. Bu ham 2y bo'lgan va bu 4z ga teng. Ya'ni 2y ham 4z ga teng ekan. Shu yerdan bilib olishim mumkin, bitta y 2z ga. Ya'ni bizni tenglamamizni ikki noma'lumlik tenglamaga o'tkazishimiz uchun bu ma'lumotni berib qo'yapti. Biz mana shu ma'lumotdan foydalanib, demak tenglamamizni ikki noma'lum tenglamaga o'tkazib olishimiz mumkin. Buni bizga qo'shimcha ma'lumot sifatida beryapti. Xo'p, endi bizda oxirgisi bor. Demak, oxirgi ishimiz, demak mana bu 5-ish bo'ldi. 6-si
birinchi DNK'ning birinchi zanjiridagi guanin. Mana birinchi DNK'ning birinchi zanjiridagi guanin. Ikkinchi DNK'ning birinchi zanjiridagi timin. Mana. Va uchinchi DNK'ning ikkinchi zanjiridagi sitozin. Va ikkinchi DNK'mizning uchinchi DNK'miz ikkinchi zanjirdagi sitozin. Nisbati o'zaro 2, 3, 4 nisbatda bo'lganligi uchun demak qo'yib chiqdik buni ham. Xo'p, endi bularda demak har bir zanjirni demak qarama-qarshilarini ham qo'yib qo'yganman, tayyor qilib. Mana har bir zanjirdagi nukleotlarni topib oldik. Endi mana shu har bir zanjirdagi nukleotlardan foydalanib biz topishimiz kerak. Aynan mana shu DNK'mizni bittadan zanjirdagi nukleotlarga tenglab olsam, uchalasidan ham tenglamamiz chiqadi 3 nomanli tenglama. Endi mana shu 3 nomanli tenglamani qo'yamiz. Xo'p, biz 3 nomanli tenglamani qo'yishimiz uchun har bir zanjirda olaman. Xo'p, birinchi DNK'ning birinchi zanjirini olyapman mana. Birinchi DNK'ning birinchi zanjirini olyapman. X plus 3y2 qo'shsam 5y plus 3z teng 90 ga bitta zanjirda. Chunki DNKda jami 180 ta edi. Keyingi DNK'ni olaman. 3x plus birinchi zanjirida 5y nukleoti bor ekan plus 5z. Bunda 150 ta. Mana buni oldim. Keyingisi 3-chi DNK'ning birinchi zanjirini olyapman. 2x plus 10y plus 4z teng bunda 170 ta. Tenglamani ishlashimiz uchun xo'p, mana bu birinchi sistemada y'larni qisqartirib yuborsam bo'ladi. Pastdagi xatdan yuqoridagi xatga aylayman. Ya'ni ikkinchi xatdan birinchi xatga aylayman. 3x dan x ayrsam 2x, 5y dan 5y ayrsam 0, 3z 5z dan 3z ayrsam plus 2z, 150 dan 90 ayrsam 60. Xo'p, keyingisi bu ikkalasini qisqartirishga harakat qilamiz endi. Buning uchun yuqoridagi xatni biz 2 ga ko'paytirsak, shunda y'larimiz ko'payib qisqarib ketadi. 3x ni 2 ga ko'paytirsam 6x, 2x dan ayrsam 4x qoladi. 2 ni 5 ga ko'paytirsam 10y, 10y dan ayrsam qisqarib ketadi. 2 ni 5z ga ko'paytirsam 10z, 4z dan ayrsam demak 6z qoladi. 150 ni 2 ga ko'paytirsam 300, 170 dan ayrsam demak 30. Xo'p, endi x'lar yoki z'ni qisqartirishim kerak. X yoki z'ni alaydigan bo'lsam 30 emas, 130 bo'lish kerak. Shu yerda adashib 30 deb olibman. Ya'ni 300 dan 170 tashlasak 130 qoladi. Xo'p, endi yuqoridagi xatni ko'paytiradigan bo'lsam 2 ga z'larni qisqarib ketadi. Yoki x'larni qisqartirib berishim kerak. Shuning uchun bizda 2 ko'paytirdi va x'lar qisqarib ketyapti. 2 ni 2x ga ko'paytirsam demak 4x, 4x bilan 4x qisqarib ketadi. Ya'ni mana pastga yozaman 4x plus 2 ni demak 2z ga ko'paytirsam 4z teng 60 ta demak 2 ga ko'paytirsam 120. X'lar qisqarib ketdi. Demak 2z teng 130 dan 120 olsak 10. Demak z teng demak 5 ga. Xo'p, endi x topishimiz kerak. X teng 2x plus 2z teng 60 degan joyga qo'ysak ham bo'laveradi. Z o'rnida 5 bor ekan, 2 ga ko'paytirsam demak 10. 60 dan ayrsam 50. 2x demak x ni har biri 25 ga teng. Endi y topamiz. Y'imiz teng edi 2z ga. Bu degani 10. Endi har bir nukleotlar topishimiz uchun mana shu x, y, zlarni shunda o'rniga qo'yamizda mana shu uchala DNKdagi tarkibidagi nukleotlar topib chiqsak bo'laveradi. Xo'p, bizda aytayapti, birinchi DNKdagi vodorod bog'lar soni. Birinchi DNKdagi vodorod bog'lar A savolda birinchi DNKdagi H bog'. Bu degani umumiy nukleotlarga guaninlar. Umumiy nukleotida birinchi DNKda 180 ta bor. Unga qo'shamiz guaninlar qayerda kelyapti? 3z guanini bor, 2y guanini bor. Demak 2y plus 3z qo'shib qo'yishim kerak. 2y ni qo'shaman. Demak 180 plus 2 ko'paytirilgan y ni 10 da demak 10 bor edi. Demak 10 ga ko'paytiraman. Plus 3 ko'paytirilgan z o'rnida 5 bor edi. 5 ga ko'paytiraman. Demak 10 ni 2 ga ko'paytirsam 20, 3 ni 5 ga ko'paytirsam 15, qo'shsam 35. Demak 35 ni 180 ga qo'shsam demak 215 ta. Demak A savol javobi 215. Xo'p, B savol.
Bu savolda ikkinchi DNKdagi barcha adenin guanin sintezini yig'indisini aniqlang deyapti. Demak, bu savolimizda barcha adenin guanin sintezini yig'indisi ikkinchi DNKda faqat, ikkinchi DNKmizda. Ikkinchi DNK mana adenin guanin sintezlar yig'indisi. Xo'p, adeninni ikkinchi DNKda kelyapti. Mana bu 3Y timinni qarshisida 3Y adenin bor. Demak, 2Y ga 3Y 5Y adenin. Adenin 5Y ekan. Y o'rnida 10 bor. Demak, 5 ko'paytirilgan 10. 50. Xo'p, guaninning ikkinchi DNKda 5Z 3X bor. Demak, 3X plus 5Z. Demak, X o'rnida 25 bor. 3 ko'paytirilgan 25 plus 5Z Z o'rnida demak 5 bor. 5 ko'paytirilgan 25. Demak, 3 ni 25 ko'paytirsam 75, 5 ni demak 5Z 25 ga ko'paytirib yuboribman shu yerda. Xo'p, mana bunimiz 5 ga bo'lishi kerak. Chunki Z o'rnida 5 bor. 5 kere 5 25, 3 ni 25 ko'paytirsam 75, qo'shsam 100. Demak, guaninlarim 100 ta ikkinchi DNKda. Sitozin, demak sitozinni hisoblamasdan 100 ta deb qo'ysam ham bo'laveradi, chunki u guanin bilan teng bo'ladi. Hammasini qo'shsam demak 250 ta. Demak, adenin plus guanin plus sitozin, demak ikkinchi DNKmda 250 ta bo'lgan. Demak, javobimiz 215 ga 250. Bu B javobga to'g'ri keldi. Anchagina murakkab masala bu. Buni asta-sekin, shoshilmasdan eshitib, yaxshilab tushunib olasizlar.